Всем assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan AdExpert dasturidan qanday to'g'ri ro'yxatdan o'tish va 5 million so'mdan 30 million so'mgacha bo'lgan bepul bonuslarni olishni ko'rsatib o'tib ketamiz. Agarda AdExpert dasturi sizda bo'lmasa, bu yerda bizning yangi ochilgan Telegram kanal orqali yuklab olsangiz bo'ladi. AdExpert dasturining yangi versiyalarida yuklab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qolgan dasturlar kerak bo'lsa, qolgan dasturlarni ham yuklab olsak bo'ladi bu yerda. Bizning Telegram kanal silkamiz bu yerda Eko Maloy. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. AdExpert dasturiga kiramiz. AdExpert dasturiga kirdik va bu yerda bu vxod, registratsiya, bu vxod bu eski avval o'zingiz ochgan akkauntingiz bo'lsa, o'shani qaytadan tiklab kirish. Bu login parolingizni bilsangiz, qaytadan tiklab kira olasiz. Registratsiya bu vxodda hozir bizlar birinchi marta kirishdik. Registratsiyani bosamiz. Registratsiyani bosganimizdan keyin bizlarda to'rt xil tarzda ro'yxatdan o'tish bor. По одноклике, по телефону, по email, через собственный сайt. Bizlar bir boshdan tezroq ro'yxatdan o'tish uchun, promokodni tasdiqlashimiz uchun va однокликini bosib kirishimiz kerak bo'ladi. Va однокликini bosib kirdik va bu yerda so'raydi, qaysi davlatda turgan bo'lsangiz, o'sha davlatni tanlashingiz kerak. Masalan, Rossiya, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston qaysi davlat kerak bo'lsa, o'sha davlatda bo'lsangiz, o'sha davlatni mana yerda tepada poysikda yozib kirsangiz bo'ladi. Masalan, O'zbekiston. O'zbekiston chiqib keldi. Ikkinchisi valyuta, xuddi shunday. O'yin ichida qaysi valyutada o'ynashni xohlasangiz, o'sha valyutani bemalol poysikga yozib tanlasak bo'ladi. So'm, dollar, yevro, qaysi so'm sizga qaysi valyuta kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani tanlasak bo'ladi. Bu yerda boya sizga aytganimdek 5 million so'mdan 30 million so'mgacha bepul bonus beradigan promo kodimiz bu bizda katta harflar bilan MT701 promo kodi bo'ladi. Xuddi shunday katta harf bilan MT701 promo kodi bo'ladi. Men pastda galchkani o'qishimiz kerak. 18 yoshga yetganimizni tasdiqlab galchkani o'qishimiz kerak bo'ladi. Registratsiyani bosamiz. Registratsiyani bosganimizdan keyin bizlarni mana shuni tekshiradi, robot или не robot emasligingizni. Qabul qilindi. Mana ko'rib turibsizlarki, bizlarga akkaunt ochildi. Bu yerda login bilan parol degan joyni bir marta skringa olishimiz kerak bo'ladi. Agarda telefonimiz mobilda yosh bola qo'liga tushib qolib, akkauntdan chiqib ketib yoki o'chirib qaytadan ustanavit qilganingizda, mana shu login bilan parolda o'zingiz akkauntingizga kirishingiz mumkin. Boshida aytganimdek, vxod degan joyini bosib. Akkaunt ochildi. Endi bizlar bu yerda birinchi qiladigan ishimiz mana bu menyu degan bo'limga o'tib, mana bu nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirganimizdan keyin mana yerda o'zi безопасность qo'shib chiqishimiz kerak. Bu yerda telefon raqam ulashimiz kerak. Mana yerda sekretniy вопрос, sekretniy savollari bilan o'sha narsani xohlasangiz yoqsangiz bo'ladi, xohlasangiz yoqmasangiz bo'ladi. Xuddi shunday mana duh faktor. Buni ham o'zingiz xohishingizga qarab yoqsangiz yoqmasangiz bo'ladi. Duh faktor yoqsangiz sal kirishda qiynalasiz, kod ko'proq so'raydi. Bu xod qilib ko'rgansiz. Bu yerda mana личный данные degan joy, mana bu личный данные kiramiz. To'ldirib ketishimiz kerak. Ism, familiya, отчество, tug'ilgan yilingiz, место рождения, tug'ilgan joyingiz, region, город, adres hammasini to'ldirib, mana yerda bir boshdan to'ldirib ketaverasiz. Bu yerda dokument, pasportingiz yoki ID kartangizni dokumentlarni o'zini yoziladigan joylari bo'ladi. O'shalarni yozib to'ldirib chiqishingiz kerak. O'zingizga oson bo'lishi uchun erta mana bu nerealniy summa depozit kirgizib bonuslar olganingizdan keyin nerealniy summa yutadigan bo'lsangiz, chiqishda qiynalmasdan chiqarib olsangiz bo'ladi. Chunki siz polniy ro'yxatdan o'tgan bo'lyapsiz. Bu yerda yana xuddi shunday. O'zi ko'ryapsiz, mana bu ID degan joyini bosyapsiz. Nomer telefonni olganingizdan keyin mana yerda o'zi ko'rsatib turadi. O'zingizga yangi mana bu login yozsangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizga udobni qilib mana yerda parolni almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Boya joyimda ko'rsatgan joyda ism, familiyasi turgan joylaringizni to'ldirganingizdan keyin mana yerda polni ko'rsatib turadi. Yana sizlarga nimani ko'rsataman? Qanday pul kirgizib, qanday chiqarish? Mana yerda разный degan oxirgi joyga o'tasiz. Mana promotsiya tug'ishga kiramiz. Bu yerda mana plus bu
depozit kirgiz, pul kirgizish hisoblanadi. O'zbekistonni tanlab berdik. O'zbekistonda kartalari chiqib keladi. Bizlarda Humo, Uzcard, Click, Payme o'sha kartalar. O'zida bori bilan hisobingiz to'ldirsangiz bo'ladi. Bu yerda xuddi shunday saytlar orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Pastda kriptovalyutalar orqali ham to'ldirsangiz bo'ladi. O'zingiz hisobingizda. Pul yechib olish qanday? Pulni yechib olish xuddi mana shunday kiriladi. Bu yerga razniga kirasiz, mana bu birinchisini bosasiz. Xuddi shunday mana minusni bosasiz, pulni yechib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday kartalar tanlaysiz. O'zingizga qaysi kartaga yechib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartaga yechib olsak bo'ladi. Xuddi Visa, Mastercard, Humo, Humo Tezkor, Uzcard Tezkor o'shanday. Boya aytgandek, koshyok, mana kriptovalyutalarga ham yechib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad. Bizning promo kodimiz MT701 bo'ladi. MT701 promo kodi bilan